Tizza bo'g'imidagi oldingi qoshsimon boylam jarohati asosan sport mashg'ulotlari bilan shug'ullanayotganda kuzatiladigan jarohatlardan hisoblanadi. Ya'ni futbol, basketbol, voleybol o'ynayotganda ko'tarilib pastga qo'nayotgan paytda oyoqlardagi qiyshayishlik bilan birga o'sha payga juda ham kuchli stress tushgan holatda qisman va to'liq uzilishlari kuzatilishi mumkin. Buni tashxislashda bizga avvalambor bemorning o'zlari kerak bo'ladi. Klinik tekshiruvlar ulardagi belgilarga qarab turib tashxislanadi. Bizni tashxisimizni tasdiqlovchi tekshiruvlardan bittasi bu MRT tekshiruvi, magnitli rezonansli tomografiya hisoblanadi va unda agar jarohatlangan qism oldingi qoshsimon boylamni jarohatlanganligi necha foizligiga qarab turib va keltirib chiqazayotgan klinikalarga qarab turib bizlar bu bog'lamni qayta tiklash operatsiyasi kerak yoki kerak emasligi qaror qilinadi. Agar operatsiya, ya'ni amaliyot, jarrohlik amaliyoti kerak bo'lmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, klinik belgilari yengil bo'ladigan va MRT tekshiruvimizda qisman jarohat bo'ladigan bo'lsa, unda bemorga maxsus mashqlardan foydalanish, maxsus o'sha tizza bo'g'imini ushlab turadigan bres moslamalardan, artezlardan foydalanish tavsiya qilinadi va kuchlanishni kamaytirib turish 2-3 oygacha maxsus reabilitatsiya tavsiya qilinadi. Agar oldingi qoshsimon boylamni to'liq uzilgan va simptomlari juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, belgilar oyoqdagi tizza bo'g'imidagi o'sha o'ynoqlik bo'lishligi, sakraganda yoki yugurgan paytda nestabilniy holatda bo'lib qolishligi tizzani ko'proq operatsiyaga ko'rsatma bo'la oladi. Jarrohlik amaliyotini o'zi ham bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi. Pay tanani o'zidan olib turib o'sha payni oldingi qoshsimon boylamni o'rniga, ya'ni anatomik o'rniga joylashtiriladi va tepadan bitta kichik moslama metal bilan va pastdan bitta shurp bilan qotiriladi. Shu joyni o'ziga moslashtirib, tunelizatsiya paydo qilib moslashtirib qotiriladi. Yana sportga qaytishi ehtimolligi katta bo'ladigan bemorlarda maxsus tizzani boylamidan, ya'ni tizza qopqog'i boylamidan ikkita tomondan suyaklar olingan holatda qo'yiladi yoki bo'lmasam son suyagini to'r boshli mushakini distal qismi, o'sha payni distal qismidan va tizza qopqog'idan ozgina suyak qo'shib olib turib qo'yiladi. Bemorlarimizda sportga qaytmaydigan, oddiy hayot tarzidan iborat bo'ladigan bo'lsa, u holatda juda ham katta travma bo'ladigan suyaklar bilan olinadigan paylar emas. Ya'ni oyoqni tizzani yon tomonidagi joylashgan payimizdan olish mumkin. Hamstring graft deydi yoki bo'lmasam peroneusni uzun paydan olishimiz mumkin bo'ladi. Bular ham kam travmali payni ajratib olishlar va yengilroq operatsiya hisoblanadi. Hammasi ham bir xil operatsiya, lekin pay tanlashda o'sha bemorning holatidan kelib chiqib tanlashga to'g'ri keladi. Operatsiya bo'ladigan bo'lsa, bemorlarimizda savol tug'iladi. Qanchadan keyin oyoq qo'yishga va sportga qaytishga ruxsat beriladi? Bu oldingi qoshsimon boylam organizmdagi eng katta boylamlardan bittasi bo'lib, buni qayta tiklashlik uchun o'tkazilgan operatsiyadan keyin uzoq muddatli reabilitatsiya kursi talab qilinadi. Bu reabilitatsiya kursi shundan iborat bo'ladiki, agar o'sha to'qilgan, qo'yilgan payimiz juda ham operatsiya davomida juda ham mahkam qotirilgan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lsa, biz doktorlar juda ham shundan qoniqqan bo'lsak, unda bemorga 2 haftacha oyoq bosmay turishlikni, faqatgina harakatlarni chegaralab qilib turishni tavsiya qilinadi va undan keyin oyoqlarni bosishni boshlashga ruxsat beriladi. Qisman hamma yukini tashlamasdan hassa yordamida sekin-sekin moslashtirib bosishga qaraladi. Dastlabki 2 haftagacha, 2 haftadan 4 haftagacha, 4 haftadan 6 haftagacha degan dastlabki o'sha 1,5 oylik reabilitatsiya kursi bor. Shularni to'liq qilish kerak bo'ladi. Va 1,5 oylikdan keyin 3 oygacha bo'ladigan, 3 oylikdan keyin 6 oygacha bo'ladigan reabilitatsiya mashg'ulotlari bor. O'shalarni qilgandan keyingina 6 oy juda ham tez sportga qaytsa, 6 oy ichida bo'lmasam 1 yilgacha sportga qaytish vaqti kechiktirib turiladi. Hozir sizlarga bu aytib o'tganlarimiz qisqacha bir ma'lumot edi. Agarda sizlarda yanada savollar tug'iladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsanglar, shu muammo haqida video qilishligimizni, juda ham chuqurroq yoritib berishligimizni istovchilar bo'ladigan bo'lsa, so'rashsa, biz keyingi videolarimizda o'sha mavzuni yoritamiz.